Mening Sabit әпәндіден so'raydigan savollarim bag'ansiri ko'payib ketyapti. Hikoyaning asosiy eqishini daxliga uchirmasin demisam, har so'z orliqida savol so'rag'im kelyapti. Ammo keyin bularni unutulib, yangilari tug'iladi. Shunga Sabit әпәндінің ruxsati bilan qo'limga bir xotira tutib, savollar tug'ilganda yozib olishni qaror qildim. Buning bilan agar balduroq so'zdan to'xtagan kunlarda bu savollarimni so'raydim. Bekka cho'p ketgan bo'lsa, keyingi qitimda hikoyani boshlash oldida so'raydim. Yoz oylari Urumchining osmonida biror bulut ko'rildimi, birdinla yomg'ir yig'ib ketadi. Havoning bulg'unishi eg'ir bo'lg'ashqa, yomg'ir atmosferadagi istutaklarni elib tushib, hammani rasvo qiladi. Yomg'ir yog'magan oqshomlari havo shundoq yiqimliq bo'ladi. Sabitning uyidan 11-12 larda chiqqanimda bo'lsa, tog' salqini esib, yuraklarim yayrab ketadi. Bu xil yayrashda havo omilidan mubak ruhiy omilning salmoqi eg'irroq ekanligini e'tirof qilishim kerak albatta. Chunki men hozir Sabit әпәндінің eng yaqin odami, sirdishi bo'lib qolgan edim. Buning xosiyatida bir yirik asar maydonga kelishi kutiladi. Shundoq bo'lsa-mu, men texicha uni uyimga taklif qilmay yuratdim. Ishxonadagi xizmatdoshlarimdan ba'zilar mening Sabit әпәнді bilan bo'lgan yaqin munosabatimdan xabardor bo'lishdi. Ba'zilar havas, ba'zilar hasad qilishdi. Nimalikim bo'lmasin, mendek nomsiz bir yozuvchining Sabit әпәнді bilan ulfat bo'lib qolishi anglaganlarning har birida qiziqish uyg'otmay qolmaydi. Maliyanjun vatanimizda avasiga 1913-yili kelgan. Urumchida turib, keyin G'uljidagi Tungallarning ching turib taklif qilishi bilan G'uljida uzun mezgil turib qopdi. 1938-yili shu chog'dagi xalq ishlari nazoratining noziri Mashavu qatorliq Tungan cho'nglarining talab qilishi bilan takror Urumchiga qaytib kelib, diniy sohada xizmat qilayotgan ekan. Shangshisay hukumati uningga hukumatni ag'dirmoqchi bo'lgan degan tuhmatni ortib qo'lga olgan. Mana endi mening kunlarim texmi ma'nilik o'tishga boshladi. Maliyanjunning texi kimligini bilmagan chig'imda sham namoziga takbir aytib Mo'ng'ul bilan namoz o'tirib edik, o'ylamagan yerdan umi kelib sepimizga qatildi. Yangi birining namozga qatilishidan ta'sirlanib, o'zim eng ta'sirli ohangda o'qiy oladigan A'lo surasi bilan Zuha surasini o'qidim. Namozdan keyin yangi qismatdishimiz. Tajvidda xeli bo'ldi ekansiz. Tahsilingiz nima? Uyg'urchada ilm tahsil qilmoq shaklida ishlatiladigan so'zdagi tahsil bilan ma'nodosh bo'lib, bu qandoq maktabni bittirgan deganga to'g'ri keladi. Bu dindorlar ichida tahsilingiz nima shaklida ishlatiladi? Abturdan deb so'radi, chalroq Uyg'urcha bilan. Mening nima tahsilim bo'lsin? Mahallamizda Tohir Xalpat deydigan bir bilimlik zot bor edi. O'zi Buxoro, Hindistonlarda bo'lgan. Shu odamda qori bo'ldim. Tajvidni shu kishi o'rgatdi, azdola. Keyin yangi ochilgan fanniy maktabga o'tgandim. Әпәнді bo'ldim. Shu. Arabcha bilamsiz? Bek oz. Tohir Xalpatda bir oz qoida o'rgandim. Keyin fanniy maktab ustozimdan ancha-muncha o'rgandim. U chaqda ishimiz bek ko'p bo'lib, fursat bo'lmadi. O'rganishni xohlaydingizmi? Toza. Maliyanjun kulimsirab qo'ydi. Bir necha kun men haddimni bilmay, imomligimni davom qilaveribdiman. Qarasam, u bir arabcha kitobni o'qiydi. Diqqat qilmabdiman. Xitoycha bo'lsa kerak deb o'ylabdiman. Keyin qarasam, hadisdek qildi. Nima, siz hadis kitob o'qiyapsizsiz? deb so'radim hayronligimni yoshirolmay. Ha, sizmi o'qimsiz? Toza xohlaydim. Shu, ammo tushunmayman-da. Bo'ladi. Amsa siz arabcha o'rganing, dedi u. Ammo oldi bilan xitoycha o'rganishingizga to'g'ri keladi ekan. Qanday qilamiz? Chunki men ba'zi murakkab ifodalarni Uyg'urchada tushundirolmayman. Bo'ladi, xitoychani bir o'rganib boqqim bor edi. Bak yaxshi bo'ldi, dedim xushal bo'lib. Bu mening uzoqdan buyon orzuyim edi. Chunki dinga qandoq bid'atlarning aralashib ketganligini, biz kundalik hayotimizda qandoq bid'atlarni din deb tushunib olganligimizni ayirib olish uchun dinni birinchi qo'ldan o'rganish, asli manbasi bo'lgan Qur'on va hadisdan o'rganish kerak edi. Buning uchun arabchani bilish zarur bo'ladi.
Abduqodir Damulladan boshlangan dinni asli yiltizdan o'rganish, asiriy saodat davridagi holatini asliga keltirish tashabbusi va buning oqisida yotgan muddaoni biladigan bo'lsam-mu, hayot musofamda menga bundaq bir o'rganish fursati bo'lmagan edi. Mamtili apandi garchi nurg'un bid'atlarni ko'rsatib bergan bo'lsa-mu, ammo u maxsus diniy tarbiya olmaganligi uchun yanada cheklimilikka ega edi. Mana endi qoltis ish bo'ladigan bo'ldi. "Xolisinglar sizmi keling?" dedi Mo'ng'ulga. "Men," dedi Abdullah o'z-o'ziga ishonmaslik ahongida. Men uning tafsiliy ahvolini tunishtirgan edim. Ma oqsoqol shunchalik so'yindiki, Abdullahni oqimoq tabriklab ketdi. Shuning bilan uni o'rganish guruhimizga jazman qaytil deb ching turdi. Mana shunday qilib, mening universitet hayotim boshlandi deyishga bo'ladi. Ma Liangjun xili mashhur shaxs bo'lg'ashqa, shu anda hokimiyatda har xil vazifalardagi tungan cho'nglardan bir munchisi bilan yaqinligi bor ekan. Shunga uni yo'qlab keladiganlar ko'p edi. U nimani talab qilsa, shuni tepib akilib beradi. Shunga u men uchun bir qism xitoycha kitoblar buyurdi. Arabcha uchunmi bir muncha darslik buyurtib keldirdi. Men uning kimligini to'nigan kundan boshlab namozda imom bo'lg'ili unimay tirajigan bo'lsam-mu, u mening tajvid jihatda o'zidan yaxshi ekanligimni aytib, hamon mening imomligimda namoz o'qishni davom qildi. Amaliyotda rost edi. Uning tili arabcha ba'zi tovushlarni bakkulkilik talaffuz qiladi. Ammo yanila men ko'rgan nurg'un tunganlarga selishtirganda yanila to'g'ri talaffuz qiladi deyishga bo'ladi. Ma Hazrat ko'proq Abdullahga vaqt sarf qiladi. Chunki Abdullah o'qimagan bo'lg'ashqa, uningga bir narsa tushuntirish uchun ko'p kuch ketadi. Ikkimizning darslarini berib bo'lib, o'zi islom dini tarixining tarjimasi ustida ishlaydi. Ba'zida Abdullahning darsini menmi yordamlashib ustimga olatdim. 2 yildan beri Uyg'urcha o'qish, yozishni o'rganib bo'lgan edi. Biz endi uningga Xitoycha o'rgatishga tirishib atdik. Shunday qilib, men 1 yilda Xitoycha kitoblardan foydalana oladigan bo'ldim. Dastlab nima uchunkin bu til insonlarning tili emas, iblisning tilidek g'alati bilinadi. O'sha til bilan insoniy tuyg'ularni ifodalagili bo'ladiganligi meni hayron qoldiradi. Men ularning tiliga, madaniyatiga yoki odatdagi xalqlarga emas, zolim va g'ayriy aqliy hukumatiga o'chidim. Lekin bizning yurtimizga keladiganlarning hammasi zolim hukumatning amaldorlari va xizmatchilari bo'lg'ashqa, zulmning ijrochilari edi. Shuning uchunmi hammasi madaniyatsiz, vahshiy va zolim edi. İnsani his tuyg'uga ega ekanligiga ishonish tas edi. Balkim mush sababdan xalqimiz men mushuning ichida bir butun Xitoyni o'xshashdek his qiladi. Ularning madaniyatidagi insonni va insoniy huquqlarni zodli e'tirof qilmaydigan taraflarning ko'pligini Hoshurning ular haqida so'zlab beradigan hikoyalardan bilatdim. Xitoylarning zodi qandoq bir maxluqlar ekanligi to'g'risidagi dastlabki uchurlarga biz ashu Hoshur hidi orqali ega bo'lgan edik. Biz oz to'la o'qigan va aqarni farq qilib, dastlabki qadamda logikalik tafakkurga o'rganganlar Xitoylar haqidagi kishining tenini shurkandirdigan rivoyatlarni ishonchsizlik his qilib, doim Hoshurni ular haqida so'zlab berishga taklif qiladi. Dastlabki chaqlarda u faqat Xitoylarni do'rab so'zlab beqib bizni kuldiradi. Chunki shaytonga yangidan borganda uning biladiganlari shunchalik edi. Keyincha Xitoylarning turmush usuli qatorliqlar haqida bilginini so'zlaydi. Kishilar orasida Xitoylarning odam yeydiganligi, hatto Gansu degan joydagi bir yezining odamlarini qo'ymay yevatganligi haqidagi gaplar eqib yuradi. Biz bu xil rivoyatlarni ularni yot his qilish va dushmanlikdan paydo bo'lgan deb o'ylab yurgan edik. Keyin Hoshur hididan ular haqidagi gaplarni anglab, ularning yanila kishilarning tasavvuridagidan zo'r darajada vahshiy ekanligini, bizning tasavvuriga har qancha bayqallimizning bu qadar vahshiylikni tasavvur qilib chiqishning mumkin emasligini his qilgan edik. Dastlab boshlagan odamga o'mchukning putlariga o'xshab ketadigan Xitoy xatlari qiziq tuyuladi. Nimali bo'lmasin, ma'lum bir insonlar to'pini tushunish jarayoni qiziqarli bo'lish bilan kishiga shodlik bag'ishlaydi.
Bu haqdagi tuyg'ularimni mahazratga so'zlab bersam, u kulib ketadi. O'zining tilining mu Xitoycha chiqqanligini, lekin bu tilning Allohni tonishga hech qanday putluk aşan bo'lmaganligini, masalaning tilda emas, balki tilni ishlatuvchilarda ekanligini aytadi. Ammo bizdagi Xitoylarga bo'lgan bir taraflama qarashni to'g'ri tushundiganligini, bu xil bir taraflama qarashni zolim hukumat keltirib chiqarganligini, shunga uni o'zgartirish mas'uliyatining zulm tatqanlarda emas, balki zulm qilgan millat ekanligini so'zlaydi. Xitoy tilini kitob o'qib tushungudek o'rganib bo'lib, asosliqi arabcha o'rganishni boshladim. Shundimu yana Xitoycha bilmagan narsalar uchrab turadi. Bu jarayonda men mahazratga iltimos qilib tarix kitoblarini, chet el adabiyoti namunalarini keltirib o'qidim. Adabiy kitoblarni o'qishim tilimni silliqlash, pishiqlashni maqsad qiladi. Tarixni bilimimni oshirish uchun o'qiydim. Ammo Xitoylarning koni kitoblari bagu uslubida bo'lg'ashqa, na tinish belga, na boshqa grammatikalik vositalar bo'lmag'ashqa tushunish ajoyib iltas edi. Ammo turmining uzoq so'zilgan jimjitligi, vaqtning yetarlik bo'lishi menga mushundaq oltindek fursatni bergan edi. Xitoy tilini tasmu dedik. Aslida uning tasliki grammatikasining bo'lmasligidan bo'lgan bo'lsa, endi arab tilining taslikini nima desam bo'ladi ekan? Bundaq murakkab tilni bilmaganlarning tasavvur qilishi mumkin emas. Arab tilining ifodalash kuchi boshqa bir tilda ifodalanish mumkin bo'lmagan bir chekda edi. Faqat so'zlarning turlanishining o'zini desam, turlanishlar 192 xilga yetadi ekan. Ya'ni bir so'zning fe'l, ism, sifat, sifatdosh, ravishdosh shakllari mana shundoq ko'p xil turlanadi ekan. O'xshash bir xil shayning 30-40 turlik ismi bo'ladi ekan. Ruhiy holatlarni tasvirlashda har bir kichik farqlar uchun ayrim sifat, ayrim fe'l bo'ladi ekan. Voy anam, ilgari xonliq madrasada 65 yoshgacha o'qiganlar to'g'riliq anglaydiq. Bu ularning do'tligidan emasdek turdi. Balkim o'qitish usulidagi qatmanliqdan deyishimiz mumkin. Ammo arab tilining qiyinligi muhim sabab bo'lsa kerak. Mahazrat har soha arboblarining kutishi bilan 1943-yili turmadan qo'yib berildi. İkimiz bir-birimizga shundoq obdan o'ginib qopti ekanmiz. Bovayim menga chidamayli qoldi. U: "Men hayotimda minglagan shogird tarbiyaladim. Sizninkidek xotirasi kuchlik odam oldimga yo'liqmabdi ekan. Zamonning kajliqidan talantingiz zoya ketadigan bo'ldi-da. Men nimaligi bo'lmasin, sizni unutib qolmayman. Chiqqandan keyin menga yo'l mangan cho'nglarning beshini og'irtib, sizni qutuldirmoqchi bo'ldi qilmayman," dedi. Andin yana quchoqlashib: "Sizga odam avatib turman. Lozimli kitoblarni tizimlab bersangiz kirgizib beraman," dedi. "Yana boshqa ehtiyojlaringizni mu tatinmaydi?" deb qo'shib qo'ydi. Mana shunday qilib hayotimdagi ikkinchi cho'ng ustozimdan ayrildim. Tirik ko'rishalamdan yo'q, Alloh biladi. U odam 70 dan oshgan tursa, mening qachon qutulishim noma'lum tursa, ko'nglim haqiqatan mu yerim bo'ldi. U Abdullohga qutuldirishning amalini qiladiganlik to'g'riliq va'da berdi. Uning va'dasini unutib qolmaydiganligiga ishonsam-mu, ammo Xitoy hokimiyati uning va'dasini o'rindishi uchun uyg'un kelamdi yo'q belgisiz edi. Ya'ni pek ishinib ketolmaydim. Shundoq bo'lsa-mu, biz xuddi daryoga cho'kib ketayotgan odamdek bir xil vaziyatda bo'lg'ashqa, har bir laylab kelgan shalpoqlig'imi esilib boqadigan ruhiy holatda edik. Shunga Abdulloh ikkimiz pat-pat: "Ma oqsoqol bizni unutdimi qandoq?" deyishib qo'yatdik. U va'dasiga ko'ra oyda bir qitim odam avatib turadi. Ich kiyim, oz to'liq qo'shimcha yemakliklar, kitob kirgizib turadi. Ammo yanada uning bizni chiqarib olishini tama qilib og'zimizni tamishib o'tirardik. Shundoq tamalar bilan bu yilmi o'tib ketdi. 1944-yilmi kirdi. Biz texicha unutilib ketgandek yotmoqda edik. Taki yil oxirlariga borganda, ondan mening ishimda o'zgarish bo'g'ilib turdi.
Buni uzoqdan beri so'roqqa ochiqmay tashlab etgan ahvolda birdinla yana so'roqqa ochiqishi va so'roqda rasmiyatchilik shaklda so'ralganiga qarab faraz qildim. Meni texmi tashna qilayotgani bu chaqda ilida barliqqa kelgan Sharqiy Turkiston milliy ozodlik inqilobi to'g'risida chalib-puchuq anglab qolgan uchurlar edi. Tezroq chiqib bu ishlarni anglag'im keladi. Degandek, oxirgi bir necha so'roqdan keyin mening diloyim xulosalandi. Meni qo'yib berdi. Shundla bir qo'rqinch ko'nglimni kelib bosdi. Bir tiyinsiz edim. Urumchi degan mening yurtimdan minglarcha kilometr uzoqdagi bir yer tursa. Chiqqandan keyin nega borman, nada turaman? Shahar mo'na tonish. Hech ko'rib baxmagan shahar bo'g'ashqa, biror tonishim bo'lgan taqdirdimi topolishimga ko'zim yetmaydi. Allah qarg'uni ko'zini ayrisimi, hassisidan ayrimabdi degandek. Meni turma oldida doim menga nas kerak akildigan bir yigit kutib turibdi ekan. "Ma hazrat sizni kutyapti", dedi u. Ma hazrat bilan ko'rishdik. Meni har soha arboblarga qaltis tonishtirib etgan ekan. Go'yo bir ziyofat bilan kutib elindim desammi bo'ladi. Bu chaqda Wu Zhongshinning yangidan hukumat tashkillayotgan vaqti ekan. Bularning tonishtirishi bilan meni dehqonchilik nazoratida bir boshqarmaga berishdi. Men yana qo'shimcha gimnaziyada Xitoy tili muallimi bo'ldim. Nazorat tarafidan berilgan kichik bir uyga joylashdim. Urumchi shahrini kezdim, ko'rdim, ko'chalar bilan tanishdim. Sharqiy Turkiston milliy inqilobining yer osti tashviqot guruhlarini tepishga urinib, oqshomlari har xil faoliyatlarga, yig'ilishlarga berib yurib, oxiri ularni topdim. G'o'lji tarafdan kelganlardan tashnoliq bilan gap so'rab, inqilob haqida anglab qolmaydim. Rahbarlar haqida so'raydim. Shu arada bizning Sayfiddin Azizining ma'rif vaziri ekanligini anglab qoldim. Yana texi mahallimizdan savoqdishim va do'stim Muhammad Qorining milliy armiya sepida komissar bo'lganligini, keyin yarda bo'lib sapdan ayrilganligini angladim. Keyin nim bo'lganligi noma'lum edi. Urumchida ziyolilardan Abdurahim Tilashov, Ibrohim Muti, Abduqodir Hasan, Abdulhamid Mahsudi, Abaydulla Basiti qatorliq bir munchaylar bilan tanishdim. Yana Gomindan tarafdagi o'qimishliqlar ichida Abdurahim Qilish degan bir mupa edi. Yosh Qurami mendan bir necha yil yosh cho'ng bo'lsa kerak, ammo o'zi harakatchan, yosh yigitdek tavakkulchi, qo'rqimsiz odam edi. Mendan keyin ko'p o'tmayla Abdullah ozod bo'ldi. U mening yonimda bir qo'nibli yurtiga ketdi. Shu yil qishda 2 qo'y so'yib go'shini ko'tirib akapti. Birini menga, birini Ma hazratga. Men bo'ytaq bo'lgandan keyin bir putni olsam yetidi. Qog'inini Ma hazratga ber desam, zodili unimidi. Men bilan 4 kuncha birga turdi. Men ishga ketganda u Urumchini kesib tunish bilishlarini izladi. Deyishcha, Urumchida bir ovqatning peshin tutishni ko'zlab ishtitlab beqibdimish. Ketib etib, bir Mo'ng'ul tunishim tepildi. Men Urumchiga qo'y akildigan, uning bilan qassoblarga sotadigan bo'ldik, dedi. Bu har holda yaxshi ish edi. Men xursand bo'ldim. Shuningdan keyin u Urumchiga qo'y akasila menga yo'liqmasdan ketmaydigan bo'ldi. Akşamları qarallik holda ili inqilobchilarining ommaga vatanparvarlik, erkinlik haqida tashviqot elib boradigan faoliyatlarga qatnashib keldim. Ammo ular bu pokiz huquqlarga kommunizm tadbilikini aralashtirib oladi. Go'yo xalq ozod bo'lamanli deydi ekan, buningdan boshqa murojaat qiladigan yo'l yo'qdekli gaplarni qilishadi. Dastlab menga kommunizm engini tangish urinishlari bo'lgan bo'lsa-mu, men faqat vatan, millat, ozodlik, mustaqillik mavzularida gap qilish yetarlik deb chang turib olatdim. Men bir musulmon, kommunizm masliki islom bilan hech kelisha olmaydi. Din ma'naviy apyon, uningdan kechib to'g'ri yo'lga kirishingizni umid qilamiz. Din 1000 yillardan beri yashayotdi. Sizlarning bu to'g'ri yo'linglar 100 yil kun tartibda tura olamdi yo'q? Qarab boqamiz. Sizlar dinga qarshi ekansizlar. Nima uchun Sharqiy Turkiston inqilobi Elixon to'rining diniy nutqlari bilan boshlanib, shuning bilan kuch topdi? Xalq nadan, xalqning holiga ko'ra ish tutmay bo'lmaydi. Da'vat qilinglar, shu qadar to'g'ri yo'l bo'lsa, nemishki shu maslakni asos qilib xalqni qo'zg'amadinglar? Nemishki o'zinglar eng chiqish olmaydigan dinga yo'l qo'yishga majbur bo'ldinglar?
Chunki bu xalqning ruhiy qatlamlaridan o'rin olgan mangulik qimmatlarning biri. O'tkinchi narsa emas. Bugunmi, atimi din o'zining sehriy kuchini yo'qotmaydi. Jalb qilish kuchini, chaqiriq kuchini yo'qotmaydi. Agar kimki bu xalqqa rahbarlik qilib, ularni ma'lum manzilga yetaklayman deydi ekan, dinning nupuziga chiqilishdan saqlanishi. Aksicha, dinning nupuzini haqiqiy tonishi shart. Talash tortishlarımızning oxiri chiqmaydi. Chunki ular kimning haq bo'lsa shuni asos qilish, shuningga bo'y egish pozitsiyasida bo'lmasdan, boshda qoyil bo'lmaslikni maqsad qilib olib, talash tortish qilsa, oxiri chiqamdi. Oldi bilan tutum belgilib olib, keyin bas munozara qilishdan nima chiqadi? Keyin dedimki, siyosiy maslaklaringlardan qat'iy nazar, men vatanning mustaqil, ozod davlat bo'lishini orzu qilaman. Shunga men mushu temada tashviqot elib boray. Diniy asoslar bilan isbotlasam bo'ladi. Chunki siz uchun din kerak emas. Men uchun kommunizm kerak emas. Ammo har ikkimiz uchun ozod vatan kerak. Mushu o'xshashlikni oldiga qo'yaylik. Bitisholmaydigan ishni talishib dushmanlashmayli, dedim. Shuningdan keyin menmi bir tashviqotchi bo'ldim. Ammo o'z usulim bo'yicha.